Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi, tuzukmisizlar? Hozir juda ko'pchilik 20-30 ta odam SMS yozib olibdi. Xumoriyanda bugun musobaqa bo'ldi. Qozog'istonliklar musobaqa o'tkazishdi. Ko'rdilaring. Sport kanalida ham prямой translyatsiya bo'ldi. O'zimiz ham bordik, qaytdik musobaqani ko'rib sirazi. Qisqasi menga bir 20-30 ta odam yozib oldi. Erkabulan bilan boks tushing, siz to'xtating Erkabulan. Boksda tushunadigan odamlar, biz professionalniy boksyormiz. Biz Amerikalarda, Las Vegaslarda jahon chempionligiga tushib kelgan boksyormiz. Biz bilan Erkabulan tushmaydi. Biz boshqa toifadagi sportchilarmiz. Ular boshqa toifadagi sportchilar. Ularda omadini bersin, ularni podдержка qilinglar. Ular o'zi media yo'lida ketish kerak. Biz unaqa boksyor emas. Biz boshqacharoq boksyorlarmiz. O'shaning uchun sal solishtirishda ham o'ylab solishtiringlar, unaqa qilmanglar, uyat bo'ladi-yu.